Mana bu yoqdan kelyapsan, ko'z ko'rayotgan narsani ko'rdingmi? Ushbu videoni barcha surxondaryoliklar ko'rsin. Nima bo'lyapti akala? Hukka. Bu nima bo'ldi? Qara, dengiz bo'lyapti. Bitta dalaga kirgan suvni ko'ryapsanmi? Mana bu yoqdan kelyapsan, ko'z ko'rayotgan narsani ko'rdingmi? Nima bo'ldi? Kela fermerda. Bu nima degani? Ahmoq. 1 litr suvga rayon zor bo'lyapti, bilasizmi? Rayon zor bo'lyapti. Chirib ketdi. Shu ko'rib o'tiribsan-ku mana shu nasosni men nima azab bilan qo'shtirib, nima qildirib vaqtqanimda. Senlar vijdoni, diyonat degan narsa yo'q. Kecha sen o'qituvchiga o'xshab yurmadingmi narsa? Mana suvni quloq qilib, nima deyapman shu? Ikkita nasos qo'shilgan, borib ko'rdi. Bu nima degani bu? 3 gektar yerda suvlagan. Bu qancha yer bo'lyapti? Kirgan suvni ko'ryapsanmi, nima bo'lyapti? Kalling bu yerda senga o'xshagan, ahmoqda senga o'xshagan. Yo'q kelaman rasmga. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, qachongacha tuman shahar hokimlari o'rinbosarlaridan mehnat qilayotgan fermerlar yoki ularning qo'l ostida ishlayotgan oddiy ishchilar haqoratlari eshitish kerak. Bularga chora bormi? Rahbarlik etikasi qayerda qoldi? Sizlardan iltimos qilib qolamiz, ushbu vaziyatga ko'z yummaslikka va kelajakda rahbarlarni tayyorlayotganda yoki bo'lmasa rahbarlikka nomzodlarni ko'rib chiqayotganda ularni ruhiyati, ularni salohiyati va ularni muomala madaniyati, rahbarlik etikasiga to'g'ri keladi yoki kelmasligini aniqlab, keyin rahbarlikka qo'yishinglarni iltimos qilib qolamiz. Effekt tuzda qoling, effekt tuzni kuzatishda davom eting.